Tushundiray. Pul qani? Shu oqshom kech qilib bordiga ya yo'q. Yotoqda yetib shu. Oshqinicha. Hammasi tugdi. Nima? 300 ko'yni hamma tugatdingmi? Kimga xajlanmadi? Bizga yotqog'im 300 ko'y tugatdik-a? Qaysi yotoqda yotqandi? Nima qilsam-da qirg'anda? Ey, undaq ish yo'q. Men sana tushundiray, xotin. Ma yaqamni qo'yat. Men sana rost gap qiladim, ma yaqamni qo'yat. Yakamni qo'yib davdiman. Saram. Qanday bilinma o? Saram bilinma. Xapamızda sekreter. Ya bu mening ishim bo'lmasa, yuqorida meni qistag'ashqa. Bo'ldi. Endi sizning ortiq tushuntirishlaringizni anlig'im yo'q mening. Ha? Esingizda bo'lsin Sodiqjon. Shundisini ishganmi, tanglisini yalg'anmi o'xshash. Ha? Vaqt saati kelsa, sizmi bu ishning sirtida emas. Bu nima deganlar sekreter? Nima deganlar ha? Ha? Daqaqina, ha? Siz amin uy pulidan olmadingizmi? Ha? Terilg'i yer to'liqimizni olmadingizmi? Yo'q deb yiqaqina. Men sizga deb qo'yay. Agar og'zingizni ching tutmaydigan bo'lsangiz, har ikkimiz o'xshashil tugishimiz. Tushundingizmi? Sekreter, unda odamga qarchaplimizlar. Men bu idoraning bir pun pulisiga xiyonat qilmadim. Bo'ldi. Men seni badiyani badi. Bo'ldi. Gapni joylab qila olgan bo'lsangiz, ha? Hisobotni o'z vaqtida sukrimgida qilib to'g'rilay olgan bo'lsangiz, ish bunchalar cho'yib ketadi, ha? Men zodi amal qilolmadim. Bu ish baribir pash bo'lib qoladi. Ma'qulni endi hozirla chiqib, suponga topshirdim. Yana avuz zuvoni besiqmagan bir narsaga bor-ku. Terilg'i yer to'liqimizni darhol beribdi. Shuni olaman ish tugsin. Bulanda ma'qul. Vay, hammasi 65 ming yen. Nima azmingizni izsiz? Ha? Biz bu pulni berib etsekla, hamma balo qazadin qutulamiz. Ha? Siz bu ishni bildirib qilib bo'lgandan keyin menga darhol xabar qilibdi. Men yana boshqa yo'chiqlarni aytmasam bo'lmaydi. Tutingizmi? Tushundim, sekreter. Sodiqjon, men sizga yana bir qitim deb qo'yay, qulog'ingizni dim tutib anglang. Ma pulni var-ku, mening sizdan ilib, yana sizga qaytarib berganimni hech kim uqmasin. Bo'lamda? Ha? Tushundim, sekreter. Ma ishni mening uygatganim bo'yicha qilasiz. Bo'lamda? Haşim sekreter, nim bolla, bir acayip g'amkin bo'la ketibdi ya. Ish nima? Seni mijozim yo'q. Nagi doktorxonaga bormagandoq. Yo'q. Birisi bilan ko'rishmak istedim. Boshqa vaqt shundoq xushchaqchaq so'zmaladimdilar. Bir acayip balakcha o'lab qolibdi ya. Fuka. Shu topda yonchiqimda navat o'g'an bo'lsa, og'zingizni sep qo'ygan bo'lsam,
Jim aytsangiz bo'pti ha? Bizdan bir gap qilmay aytsangiz, men biz sizni gochimikin deb qo'yamdan, ha? Tinch beyding ha mana shundan. Ablaga, çizlikma. Ablaga. Kiranla. Öy kiranla. Kesle. Kavaptın asla. Atonu kavaptın. Özüm kiranla. Qana aç bakın. İçidin la. Şu en ahırkı sopkasın. Endi istemez sopkalama. Bu meselesi degen bağı. Tutmay bir tutulgan bolsa adam saran kılır la. Şuma? Şu en ahırkısı. Hoş ha? Hoş. Ha, mamı kavaptın ağaç. Tazı isil. Temiz şunda yaxşı pişipti. İçi paklana oxşamamdı. Ha. Ati yazdan paklana. Bu paklanı vaqım özüm bir kolluk iğildin çıkamay bakkan. Kavapnı mı? Doğru dermeklerini tazı tengşep, tonunu ürüktün otunda optan kızıtıp aldırmay sındırıp pişirgan. Şununla temiz isil pişipti. Pəmanla ba aşmağım. Pəmanla ba. Bırak ablaka. Bunun pəmimiz boğan bilen bırak şu. Nemi o bırak degen Allah. Men ba bişinini tik tutup, meydanını kerip işləvranla. Kimsilini işnim kılanmaydı. Canım ablaka. Siz benim derdimni bilmeyla. Ay yazılık insan tekşürüsüyle. Közümge paşidek kirvilip, bana fakat aram bəhmə atıdı. Aslında ben sizini bir yoklap öteymen degen. Ben karab durup bir monca ziyan boldu. Yenimden 60-70 bin koy bir kağıdı çıkıp gitti deymen. Hatırlayacağım bulanla degendiki hatırlayacağım bulanla. Pulunu mu tölep bulapsızlar? Bazıda nefsimizden anca munca kessek mi buludu? Şunak. Ben tanıydıgan başlıkları dep bu işinlerini optan toğurlap berey. Başka pokanlar yok boğuydu. Yok ablaka. Yok degen alda qaranla. Sizler meni hiç nimeni bilmeydi demsizler. Siz bilila. Siz degen evliyadek edem. Sizden hiç nimeni yoşuk olmaydı deyme. Akıllık adamlar özünün pokunu adalaşını bilidi. Sizler mi anca munca ügünüp koysanlar buladı cuma? Sizler menin akdirgim. Sizler menin yölekçügüm. Sizler menin kıyamet sırdeşim ablaka, canım ablaka. Bana yezdikiler bilen kent küçükken hizmet görüpüstikiler. Bana fakat aram bəhmə atıp deyme. Şu an sizler bir yıkıldırgı deyip beni qoğdap kalkan bozla. Cuma, ben hem ümidimni sizlerge bağladım. Mağum ablaka. Ha? Sizler çoğun başlıklı bilen yakın ötülemez mi? Mağum ha? Hiç qanday iş bulmaydı Haşim Akun. Bu şamal mı ötüp gidiyordu. Menin adamlarım boş adamlar emas. Menslik işini menslik yüz işini Bu dünyada var o, ben sizden başka hiç kim işenmeyim ben. Hatta özlemden işenmeyim ben. Allah'a, bu şu az olsun bir ilep. Ne? Hatırlayacağım bulanla Haşim Akun. Boldu.
Endi ishmanglar. Ma'qul Abdulla aka. Cho'qim sil degandek qilaman. Qani Aslan. Aslan. Men mani yibdi ya. Ben gap qilyapman, to'xtanglar. Shukurga mening ustimdan nima deb arz qilinglar? Men arz qilmada. Qarab turib yolg'on gap qilyapsizlar. Ha? Bir ish chiqaq paqlaninglar, shunchalar qilib ketdinglarmi? Qancha pulga yaraydi bu paqlaninglar? Ha? Men arz qilmadim dedi. Sizga pul kerakmi? Pulni bos olam sizga. Mana pul. Mana pul. Do'ya pulga. Ha. Latta. Azqila. Ha, ustimda azqila. Azqis qanday bo'ladi ekan? Ha? Sekretar, menda o'tabda xatamiz. Xato qilibsanmi? Ha? Gunohingni tanidingmi? Yana arz qilamsan? Ha? Ha? Arz qila! Arz qilamsan? Ha? Arz qilamsan? Arz qilamsan? Manası! Askıdan kumsa! Askılamsa! Yani askılamsa! Arzqilmaymi? Sekretar bo'ldik ismi. Sekretar! Payayla kalkıldı diye kaçanı koyuyorsun sekretar! Konuş özür işlep valla! Koyuver! Koy! Sekretar! Bak senin mesop kapla! Sekretar mesop kapla! Akatcan! Gördün mü? Vay! Akatcan! Bana put atkalını! Akıbıtım şundan oldu bilip koy! Vay! Akatcan! Vay! Sekretar! Bak Akatcan ayrılıp gitti! Akatcan! Sekretar! Voy nima ish oldi? Ishim sekretar. Akatgan bu yerdan turib ketdi. Voy nima dedingiz? Voy buni bejlib ketdi. Akatgamdan avvalcha taq. Voy shirg'a, men boshlab beraman. Hashim sekretar, turistlar o'rinlarda. Biz sizga gap qilyapmiz, o'rinlardan turistlar. Men nima qilibdi-ba? Nima qilganlarini saq chiqarib olgan deyishimiz turistlar. Elib aka majbur elib ketibmiz. Sekretar masob qilib ekan toq. Bo'lmasa hargiz bunda ish qilmaydi. Bu Allah, aşmağının cazını yeydiğe vakit bulup da. to'g'ri deylar. Bir kim qilsa o'ziga qildigan ha? Bir kun emas, bir kun aşmağın cazı yedi zeytim. Dinlemdek bo'ldi jima. Qanchalik isita aka? Lan bizim demek ters çimavkim. Men bu ishni ko'p o'ylandim. Sizlarning bergan maslahatinglar haqiqatan to'g'ri ekan.
Endi nishonim aniq bo'ldi. Bu ishni cho'qim qilma. Amalva tez qilma. Tezroq qachilan ajuma. Bak kun o'ltirishdan burun qachilab bo'lmasak bo'lmaydi. Ha, tugdimiz. Qo'l qo'ysak birdan tugaydi. Ha, anladinglarmi? Tezroq bo'linglar. Chaqqan qilib bo'lsak baldir qaytimiz uyga. Eng muhim pul yanchiqimiz baldiroq kirdi bizniki. Assalomu alaykum. Oz qoldimi? Neymiş aka? Ben bir karar keldim ukam. Biz işimizni sel kengaytmasak bo'lmagidak. Bu qo'y kala boqmachilig'i, meva-cheva tijorati bilan bo'laversak, toza ilgirlayamagidakmiz. Oy. Aka, sen şirket ya zavod qurmaydi deydigansan. Dal topdim. Men pishiqlab ishlashni asos qiladigan shirkat yoki zavod quraymikin deb o'ylayapman. Bundaq bo'lganda taraqqiyotimiz mo tezroq bo'ladi ekan. Hamkorlik kooperativiga qaraganda buning foydasi mo ko'rinarli bo'ladi ekan. Bu o'ynashadigan ish emas. Hozir hamkorlik kooperativining dardimi yetib oshidi. Sen qaysi biriga yetishib bilasiz? Uning ustiga shirkat qurmayman desang, men hamkorlik kooperativiga pay qatqanlarning kipi chiqarchi? To'g'ri. Bu o'zimning puliga shirkat qurma desammi, bularning qo'shilmaganligi qiziqda. Aka, ularning deganimi to'g'ri. Sen bir qo'lda shirkatni tutsang, bir qo'lda hamkorlik kooperativini tutsang, savdo va hisobot ishlarining qalayimqon bo'lib ketishidan ularni ansiraydi-da. Uning ustiga sen qurmoqchi bo'lgan shirkat bilan ularning hech qanday munosabati yo'q. Ularga hech qanday foyda olib kelmaydi. Shuni qarshi turdi-da. Gapini tushundim uka. Agar cho'qim shirkat qurmayman desang, savchi akam bulamdi bir kim kelib, mushu kooperativning ishiga ko'proq ko'ngil bo'lsin. Bu deganing to'g'ri. Men bu vaqtda ular bilan tafsiliy paranglashayman. Aka, sen nima mahsulot ishlab chiqaradigan zavod qurmoqchi? Kallamda bir qancha xil plan bor. Ichimlik ishlab baqsaq qanday bo'lar? Yoki boshqa mahsulot ishlasak mı bo'ladi? Meningcha tannarxi azam. İşlab chiqarish uskunalari ancha qimmat bo'lmagan mahsulotlarni ishlab chiqarsang, cho'qim yaxshi bo'ladi. Endi qarg'ularchi boshqalarni do'rsang, uni tushadigan gap aka. Yenimda sen batursan ukam. Nimadan ansiraysan? Ha? Sen kallamni obdaroq ishiltib, mo'shaqda bir tekshirib boqay. Ma'qul. Qiziq. Burun men shirkat qurman desam, hech qaysilar qo'ldan qandinglar. Endi sen shirkat qurmoqchi bo'lasan. Sen tek kichik ukam. Biliming bo'lgan bilan va amaliy tajribang bir kamchil. Aldirma, ha? Aldirma. Onun ustiga yonchug'ning puling yo'q. Nimaga shirkat qursa demaysiz? Beshonbek sanglab ketibdi ya, futurib etgan qimavozdak. Nima bo'ldi? Teg'ichi kirmabdi deyman. Bugun cheslar 22 bo'ldi. Tek kirmabmi bu? Shu. Har kuni bankka qatirab, ma oyig'imning chamini tishlay deb qoldi. Voy, bit chidmagan bo'lsa. Bami so'mam deyman. Odamni avarqigacha. Hey. Elim hukumat oyda bika pul beryotdi-ku. Bamiz qanday qildi? Sizlar ya qaymoqning kooperativida ishlanil desa, unimaydi ekansizlar. Qo'yib vaqamdim men deb. Ya, boshqa ish qilgan unimi sanglar. Demisam hozir butun o'yin aqtasim 10 qo'y pul chiqmaydi bizda. To'liq kasildimi qanaqa? Pul yo'q qolganga bir odam uylab qolamda. Kirib qolar. Ha, bir ish kun ichida. Biz shu 300 qo'y qilib qarab o'tamdik.
Ha? Ben 5 a'zoyimni saq bo'lgandan ancha-muncha mudrab qo'ysak bo'lmamda. Ya termisaq, ya tijorat qilmasak, ya birasi madkaga ishlamasak. Ma gapni qara. Ey. Men ishlamagan bo'lsam, sen ishlasang olmamda. Mana tekkandan bir baka yetib yeyapsa. Tova. Men ishlamadimmi, Bakraxon, ha? Men baka yetamda. Tova. Voy. Bugun baldırlık aytıp kelsen go. Mektepten terbiye faal ötküzdüken muallimat yandan okmayka tenarkat üstüne ten terbiye ayıqı ilanla diyente. Yani çoğu. Malım yani nime elanla dedi balam. Başka nas ilanla dindi şu. Ma yan çıktı bir sınıf bombasa nimege alımız nimege. Men sana şuna mektepte okumağın balam. Pul tapıtga iş kılaylı demedimi cennim balam. Balam. Bir kunlik faaliyet olganken keyim sağlama işin bulmaz. Bu tenterbiye faaliyeti ötküzdük adam öz eppen sonmam da pulunu çıkarıp taza. Şun deyme. Bu mektepke hükümetinin berivatkan pulu az mı deyme. Cüge. Berip de öyle pul yokken de. Eğer yamanı kelse üzen berip söz işime. Nim boldu ya? Küzağının jundusuna ektivat sen koy. Yıkılgan bir kim pul yürem de. Kara buna. Bol balam bana somkalı koyup bana hüküm. Hey! Bir! Sametcan! Sametcan! Ne var bu? Ne var bağımında o? Ölmekten o sük tepmekten. Durma üç pulun gibi kılıp gelgen. Sametcan! Ne kadar? Ne otur. Nim boldun? Yığılapsan go. Dadan uduma? Nimiş yığılaysa? Başkalar bozuk etti mi ya? Yok hiç kim olmadı. Bana degen ha? Nimiş yığılaysa? Mektepten terbiye faal ötküzdüken okmayka tenarkat üstüne ten terbiye ayıqı ilanla diyente. Dadam gırtsen pul yok da kapılıp mı kötü? Şuymuş mu de bula? Sonunu yerim bulma. Man, dadanını toğla. Yok dadamın tullaydı. Ben pul verip durma. Dadan umalını sana epirda. Juga, dadanını toğla. Yok dadamın tullaydı. Estağfurullah, ma balane. Ne? Ma 200 koyun mahallimin gibi. Mahallimin epesi. Yok dadamın tullaydı. Dadanğı ben dep koyma. Ale. Semet. Assalamualaikum Kadir anka. Ve aleykümselam. Balam. Ha anan tolaydı. Toxta. Ale ma 200 koyun. Kadir anka. Undaq ise qanda oldu deyme. Men bayatın hemme gepni anladım. Balının koğlunu yedi koymayın. Men 200 koy qazırıp duray. Ma balının degenini epirinla. Estağfurullah. Muş balınız ya. Muş mektep mi kızıkken deyme. Nemi kıldı o ten terbiye faaliyeti ötküzmez de ödü ya pul var mı sen? Ben şimdi uçak kılıvetti o bu. Boptu. Ma degenini epirinla. Balla mektapta intildiğen buludu. Ne? Öyle. Ma. Oy. Kadiran çoğdudan rahmet demem sen. Rahmet çoğdudan. Mağla Kadiran ki.
Assalomu alaykum. Qaydar arkadaş? Tinchlikmi? Qanday ahvolinglar? Salomlar obdan turdingmi? Yaxshi. Ha, obdan turamsizlar? Yaxshi, adash, yaxshi. Ha, adash, bu tarafda qadimga yetib qopdi-ku. Ha. Atigan telefon ursam, telefoningni to'xtab qopdi. Shuni izlab uyga borsam, sizlarni etizlik ketdi dedi. Şun udulmuş kelishimga. Vay Mehmet Akın etizlik şakılını uyga apırıp etip. Endi telefonu pul tölaydi dedim. Ha, işler qanday ketib bordi, adash? İşler yaxshi. Her halda yaman emas. Meni bir ashula izlab kelganmidan. Yaqindan beri faqat yetishmayaptim adash. Demasam o o'zing jiq bir ishlar eslab oldi. Mana shunday qilmasak, pul topqil olmasa, yil oxirida qalsanglar javob bermasam bo'lmas aqchan. Ammanglar kelib yoqamga isilsanglar, uchoqda men qanday qilaman? Gapini qarg'ana adash. Biz pulni unda cho'ng bilib ketmaymiz, juma. Sizlar unda degan bilan boshqalar unda qaramaydi adash. Ha, dishim. Meni yordamlash dedim. Nimishga yordamlashiman? Sizlar mushu qo'tonning ishiga qarshi bersanglar bo'lamdiki. Yaqindan beri qo'ylarga o't cho'p, yam-qashak faqat to'shmayotdi. 7-8 tuyoq qo'yni qo'tonga sulab qo'yib, mundaq tashlaversak qamlashmas. Shunday. Demasam o hammalarning mablag'i qo'ylarga silingan. Qo'yning ishidan ziyon chiqsa, ishining chungi chiqadi jima adash men deb qo'yay. To'g'ri deysizlar. Qanday qilsak ular deyman. U pulni kiyimini versak, qusaq nima emas. Pul yo'qkin deb borsin. Bir kunlik faoliyatga 200 qo'yning hammasi kiyimini etamda. Qadirankam pulni berib etdimi ya? Berib etama. Qadiraxun bergan bilan qazmavi Bekraxunning gadniga otildi. Qadirankam bir qiziq odamki. Bakadimiga kichik bo'lib pul yurib, yomonni yutib nima qildi deyman. Semacha? Nima bilan? Qadirankam bergan pul qana? Enchiqimda. Ola? Yumshqa. O ola davtmi? Bira balam. O men sen gap qilyapman. Mushunchalar pulga tan tarbiya kiyim oldigan. Sen qaysi bir boyvachning bolasi eting sen? Bilmam, Qodirjondan bergan tursa. Qodiraxun sening nimangda? Tuqqiningmi? Sen bakadimiga pul yuramda? Ma qarz pul uqdingmi? Bilmam, Qodirjondan bergan. Cin balam, tatliq balam. Va uyda bir pul qolmadi. Dadangning maashi chiqmayotdi. Shu pulni uyga ishlatib turlar. Ma gap nima? Qodiraxun deydigan bo'lsam, qulqingni jul etmayman men. Anladingmi? Ma'qulligina. Anladingmi? Deyatimi anladim. Hey! Hey! Hey, to'xta! Semet! To'xta!
Bekraxon, nima qilibsiz bu yerda? Hech qilmadim. Men turibgan shu. O'tib qaytib. Bu ishki tursa, ishkidan yemay, bu sunguchni emlab yurysizlar? Ishkonta. Ko'rmadim ishkani. Ko'rmadimmi ishkani? Chiqdim. To'xta! To'xta, seni tutdim, qanday qilib turganman? To'xta! Sabat! Şu maymun! Şu! Aslan şu! Endi qochqiningni bir ko'rib boqay. Ne qatsan ken? Qacha. Yana qach baqa. Uy, mana. Sabab! To'xta! Asos kisa! Sabab, to'xta! To'xta deyma! To'xta! Sabab! 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 To'xta! Tutuyorsam meni qanday qilib yutamoqchilar? Qasmaqa. An tutuverdinglar. To'xta, tutuverding. Jib tut. Ne bo'ta? Meni qo'yinglar. Meni qo'yinglar. Jib tut. Voy, nim bo'ldinglar Bekraxon? Bu balangni tutolmay sug'ishga mushukdek bo'lib ketibsizlar. Nim bo'ldinglar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir ish bajaram qilasiz? Men bir shirkat qurmoqchi edim. Shu rasmiyatlarni qayerda bajardik? O yoqdagi savdo sanoati ma'muriy boshqarish mulozimasi bizga beraman. Ama. Ma'qul, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men shirkat qurmoqchi edim. Shunaqa qandaq rasmiyatlar ketadi, qandaq materiallarni tayyorlayman. Shuni bir so'rab boqay degan. Shirkat nada qurmoqchidingiz? Mushuni so'ramoqchi edim taqa. Bizning yiza shu shaharga tava. Shunga shirkatni shaharda qursam bo'lamdi yoki? Albatta bo'ldi.
Qanday şirket qurdingiz? Har xil ichimlik, pomidor, mushqiyami, kamput navat, tayyor cho'p degandek. Kallada plan jiqqa. Meni qilib boqay debsiz-da. Ma şirket qurish ketgan materiallar tizimligi. Xushbo'y tayyoq ekansiz ham bo'ldi. Mushlarni tayyoq bo'lgandan keyin yana bir şey kelsam bo'ladimi? Ma'q, rahmat, avval qildingiz. Nagmaqda? Maktabga. Kech o'g'ilchi maktabga. O'qib arshallar chiqarsa. Asli tungun qiliqinga putquloqni chiqib maktabga boramaydigan qo'yadigan-tim. Pulning ishni var-ku, Qadirxonga dema. Mayka ishdan oyoqni dadam epadi deb javob ber. Uqdingmi? Chaqqa yigina bola maktabga chiqasa. Bag'ana qo'rqam to'q. Qo'sqam to'xtaydi. O'g'il bal degan jiq-jiq yeyib tomoqni ochamiz uni. Bal qo'sqam to'q. Atoq bilan keling. Qo'sqam to'q. Aynur. Men bu qatim sen bilan birga Urumchiga berib kelaymi-ki? Shu banada Paratjanimni bir yo'qlab kelay. Men seg'indimsa, mo'rpir deyla. Endi o'zining tas ko'gilar ketdi-da. Birga borgan bo'lsanglar, pek yaxshi bo'ldi. O'ginishim tükkicha saqlab tura olasizmi? Haras. O'ginishning vaqti qancha uzun-ki? 15 kun deydi. 15 kun? Yo'q. 15 kun pek uzun-ki. Men uncha uzun saqlay olmayman. Hey? Bu sizlar Urumchiga nima qilib borsizlar? Keyin gapiray. Qaysar jamini saqlab qoldi. Men menga yordam bersa? Xo'sh. Nima bo'ldi, ha? Shunday qilib, Urumchi necha kun turadigan bo'ldi, aka? 10 kun. 10 kun. Aka, men sana bir teklif beray. Sen Urumchiga berib, zavod uskun ko'ygach, bosmi shu korxonachilarni tarbiyalagan kurs berib, ozroq tarbiyalab kelgan bo'lsang, bek yaxshi bo'ladi. Urumchi turadigan vaqtim ara 10 kun tursa, qolgan o'zing ahvol qarab o'rinlashtirmamsa. Ozroq nazariy bilimlarni o'rganib, aqllarni ichib kelsan deyman bu. Onun ustiga, men zamonga loyiq korxonachi bo'lish uchun ancha-muncha bilim bo'lmasin bo'lmaydi-da. Sen qilayotgan ishimni kengaytiraman deyapsan. Tarbiyalash kursida 10 kun bo'lsin o'qib kelsan, hamkorlik kooperativini qanday boshqarishni, shirkatni qanday taraqqiy qildirishni, moliya ishlarini qanday boshqarishni, hatto mahsulot ishlab chiqarish va elib setish qilishni o'g'a oraliqdagi nurg'un bilimlarni o'rganib oladi. O degidan qo'ras. Qaraganda o'rganmasam bo'lmaydigan o'xshamamda. Konla pul topqicha aql top debdi. To'g'ri. Bo'pti. O'rgansam o'rganay. Billi. Undaq bo'lsan Urumchiga mang'icha, men shunday kurslar bo'lsa o'qishqashtiray. Ma'qul. Ammo qiziqish bo'lgan bo'ldi-da. Aynur achangni men doim qirg'anda o'girib nima qilsa deb zangli qilatdim. Endi bu o'ginadigan ish mening beshimga keldi-da. buyurgan terbiye kelin dedim Azizane diyarım
var. Vay, kaçta dep makanım var.